Assalomu alaykum. Mana bugun bizani уже bozorga kirib kelish bo'ladi bu. Hozir bugungi darsdan boshlab to bugungi darsgacha birja broker traderni o'rgandingiz, ish platformasini ko'rib chiqdingiz. Mana endi bugun xudo xolisa o'rganayotganimiz bozorga kirish bo'ladi. Bu yog'i sal qiyinroq bo'ladi, lekin qiziq bo'ladi xudo xolisa. Sababini sal turib bilib olasiz. Xo'p, biza hozir siz bilan boshlagan narsamiz bu switchnoy analiz deyiladi. Sham analizi. Ya'ni bozorda ko'rgan bo'lsangiz, mana bunaqa narsalar bozorda juda ham ko'p. Ko'k bo'ladi, yashil bo'ladi, ikkinchisi qizil bo'ladi. Mana shu ikkita sham. Bozorda mana shunaqa shamlar ishtirokida juda ham ko'p holatlar yuzaga keladi. Bu nima o'zi? Bu shamlar o'zi kelib chiqishi 18-asrda Munxisi Haman degan savdogar deymiz, trader bizning tilda aytganda. O'sha tomonidan o'ylab topilgan va 19-asr oxirida shu 19-asrlarda amerikalik traderdan qaytib tatbiq qilingan va bu narsa bozorda juda ham ko'p o'xshaveradi. Xo'p, bular nima xususiyatga ega va nima uchun kerak bizga? Keling, mana shuni men sizga chiroyli kattaroq qilib chizib beraman, чтобы tushunarli bo'lishi uchun. Mana birinchi shamimiz qizil sham bo'ladi. Ikkinchi shamimiz yashil sham bo'ladi. Xo'p, ko'rib turganingizdek, shamni tagida mana bunaqa cho'pi bor. Ya'ni ko'rinishi shamga o'xshaydi. Ahamiyat bering. Agar bundoq qilsangiz, mana sham bo'ladi. Realni. Shu sababli ham shamlar deb nomlanadi. Va shamni cho'pi hisoblanadi. Endi misol tariqasida shamni yoqib qo'ysangiz, sham yonib turibdi. Misol tariqasida shamni qancha ko'pligi yonib turgan joyiga qarab belgilaysizmi yoki bo'lmasa tanasiga qarabmi? Tanasiga qarab belgilanadi. Shu sababli ham bozorning kuchi tanasiga qarab belgilanadi. Tanasi, ahamiyat bering, bu agar o'suvchi sham bo'lsa, bu shamimizni buqa shami deb nomlanadi. Buqa, bichi deyiladi. Endi bear. Bu shamimizni o'sishini bildiradi. Narxni o'sishini bildiradi. Sababi buqa o'ljasini shox bilan tepaga ko'tariladi. Va ahamiyat berilgan joyimiz shundan iboratki, ochilishi buni mana bu joyda bo'ladi. Ya'ni narxni ochilishi, shamni ochilishi mana shu joyda ochiladi. Bu eng pastki minimum. Ya'ni bu minimum eng pastki darajasi. Buni bundoq qilib oxirgacha chizib ko'rsataman mana. Ochilish minimum degan eng pasti degani. Va mana bu joyda maksimum. Eng yuqori chiqqan nuqtasi. Va qaytib tushib mana bu yopilishi. Bu joyda asosiy kuch tanada hisoblanadi. Kuch tanada. Bu holatda qanaqa tushuntirib berasiz ustoz desangiz, tasavvur qiling, narx mana bu joyda ochildi, ya'ni 2000 so'mda ochildi-da, narx pastga tushadi. Unda pastga tushadi va shu joydan ko'tariladi yana. Ko'rdingiz-a? Narx ko'tariladi. Eng yuqoriga ko'tarilib bu joyda to'xtab, mana bu joyda yopiladi. Ko'rdingiz-a? Ochilishi bilan yopilishi. Mana shu oraliq, ochilib yopilgan oralig'i bu tana kuchi hisoblanadi. Agar o'zingizning tilda aytadigan bo'lsak, tasavvur qiling, siz mashinangizni bozorga olib tushdingiz. Siz mashinangizga misol uchun $10,000 narx qo'ydingiz, gentrezga. $10,000 narx qo'ydingiz, bozordagilar sizga gentrezga $5,000 narx qo'yishdi. $5,000 ga sotsang olaman dedi. Siz $5,000 ga sotmaysiz. Endi sizda matematik hisob-kitob bo'yicha eng past narx bor. Eng past narx nechi pul sizda? 5,000. Nimaga? Chunki 5,000 sizga taklif qilishdi. Lekin siz sotmadingiz. To'g'rimi? Undan keyin ko'tarildi. Narx ko'tarilgandan keyin bittasi sizga 15,000 beraman dedi. Bo'ldi, baraka dedingiz, to'xtang, men mashinani shunda birinchi borib pulimni olib kelay dedi. U ketdi. Kuni bilan kutdingiz, lekin kelmadi. Sizga eng yuqori sizga taklif qilingan narx nechi pul bo'ldi? 15,000. Ha, uzr. 15,000. 15,000 bo'ldi. Sizga 15,000 narx qo'yishdi, lekin olishmadi. 5,000 narx qo'yishdi, siz sotmadingiz. Siz bu yerda 10,000 ga sotaman deb keldingiz. Va oxir-oqibat bittasi keldi-da, "Aka, 12,000 bo'lsa olaman" dedi. "Barakami?" dedi. "Baraka qildingiz." Bu joyda asosiy kuch qayerda shunda? Taklif qilinganlardami yoki bo'lmasam
olib chiqib sotilgandami? Demak, o'sha tana asosiy kuchi bo'ladi. Bu prostagina sizlarga berilgan taklif hisoblanadi. Tushuntira oldimmi? Endi mana bu joyga ahamiyat beramiz. Bu qizil sham. Buni ochilishi tepada bo'ladi. Ya'ni sizda misol uchun bu joyda ochilish bo'ladi. Bu joy maksimum bo'ladi, o'sha. Bu joy minimum bo'ladi. Bu joy sizda yopilish hisoblanadi. Bu joyda endi siz boshqacha taktika qo'llaymiz. Taktikamiz shundan iborat. Bu shamimiz tushuvchi bo'lgani uchun bu ayiq shami deyiladi. Sababi ayiq o'ljasi bilan panjasiga pastga bosadi va bu tushishni bildiradi. Endi tasavvur qiling, siz mashinaga tushdingiz bozorga, endi siz oluvchisiz. Mashina olaman deb tushdingiz. Bu siz mo'ljalingiz $10,000 olaman dedingiz. Mana $10,000 olaman dedingiz. Mashinani tushsiz, mashina qarasangiz narxi nech pulda turibdi? 15,000 deb turibdi. Siz 15,000 ga olasizmi, olmaysizmi mashinani? Yo'q, olmaysiz, to'g'rimi? Bozorga tushgandingiz, bozorda qarasangiz $3,000 ga mashina turibdi. Lekin grob, ya'ni tuga bo'lgan. Uni olsangiz siz odam bo'lmaysiz. Bozor nima qilasiz? Yaxshilab aylanasiz va sizga Mamutda $8,000 ga mashina chiqdi. Idealniy состояние. Pul kerak bo'lgani uchun srochniy sotdi. Tekshirtirdingiz, zo'r hammasi. Demak, 8,000 ga sotib oldingiz. Endi sizga savol. 3,000 ga sizga taklif berishdi, to'g'rimi? 15,000 da ham taklif berishdi, lekin siz 10,000 bilan tushdingiz va 8,000 ga oldingiz. Asosiy kuch tanada. Demak, bizga kerakli tana. Bular faqatgina bizga belgilangan narxlarni bilib olamiz. Xo'p, aka, kuch tanada ekan. Unda mana narxlarni nimaga keyiniga bor menga desiz, siz bir haftadan keyin yoki ertaga yana bozorga tushmoqchi bo'lsangiz, bilasiz. Bozorda 15,000 dan to 3,000 gacha mashina bor. Tushuntira oldimmi? Mana shu narsa keyingi holatda bilishimiz uchun bizga kerak bo'ladi. Mana shu shamlarni bozorda ko'rinishi hisoblanadi. Endi bozorda bu shamlarni kuchini ko'rishimiz kerak. Ya'ni biz aytdikki, haqiqiy kuch tanada dedik, to'g'rimi? Endi tanani ham turlarga bo'linadi. Tana qanaqa turga bo'linadi? Endi misol tariqasida bitta flomasterda yozib ko'rsataman, ikkinchisi shart emas. Xohlasangiz uni qizil deb tasavvur qiling, xohlasangiz ko'k deb. Xo'p. Mana bu oladigan bo'lsak, ikkinchisi bor, mana bu. Uchinchisi bor, bu. To'rtinchisi bor, bu. Beshinchisi bor, bu. Endi hozir men bu prosta shamni holatini ko'rib chiqamiz, undan keyin bir-biri bilan solishtiramiz. Mana bu joyda 100% lik kuch. Chunki tana katta. Hali sham yirik. Mana bu joyda 70% lik kuch bo'ladi. Esingizdan chiqmasin. Mana bu joyda 60% lik kuch. Mana bu joyda 50% lik kuch, mana bu joyda 40% lik ketdi. 30, 20 va eng apasnisi 30, 20, 10, eng apasnisi mana bu bo'ladi. Nimaga bu eng apasnisi hisoblanadi? Sababi shundan iboratki, kuch o'rtada turibdi. Ko'rdingizmi? Tepadan ham tushiruvchilar, pastdan ham ko'taruvchilar bir xil, ya'ni ikkalasining kuchi teng turibdi. Shu sababli bozor qayerga ketishini hech kim bilmaydi. Bo'ladi-chi, bo'ladimi degan savol bo'lishi mumkin. Bo'ladi, qisman bozorni bilsangiz bo'ladi. Qanaqa bilsangiz bo'ladi? Bu xoh qizil sham bo'lsin, xoh ko'k sham bo'lsin, agar tanasi katta bo'lsa, demak kuchi ham ko'p bo'ladi. Agar tanasi kichkina bo'lsa, qancha kichiraysa, kuch shuncha kichkina bo'ladi. Va bizga yo'nalish kerak. Yo'nalishi mana bu cho'p esingizda soyasi, maksimum minimum o'sha kerak. Agarda tanada mana bunaqa holat bo'lsa, demak soya pastdami, narx tepaga ketadi. Agar aksincha tepada bo'lsa, demak tana pastdami, demak narx pastga tortyapti. Tana katta bo'lsa, o'sha yoqqa tortiladi. Oddiy misol tariqasida mana shu markerga ipni bog'lab qo'ysangiz, misol uchun pastga qarab osiladi, to'g'rimi? Demak tortish kuchi katta, pastda. Demak bu yerda ham tana tortish kuchi bo'lgani uchun ham pastga tortiladi. Bu yoqda tana katta, demak tortish kuchi tepaga. Bu yoqda pastda. Mana bu yerda ham xuddi shu narsa. Lekin bu yoqdachi o'rtada. Bu noma'lum.
Endi shu joyda keling, 4 ta 5 ta misollar orqali mana shuni real bozorda ko'ramiz. Chiziq. Xo'p. Sizga savol beraman. Xo'p, narx tushib keldi. Shamlar orqali mana bu joyda mana bunaqa sham hosil bo'ldi. Endi qayoqqa ketadi? Tepaga ketadimi, pastga ketadimi narx? Nima sababdan? Tana tepada, to'g'rimi? Va mana bu bizga bu joyda har doim bilib qo'yinglar, tasdiq kerak. Tasdiq. Ya'ni hamma narsa fakt kerak. Men sizga telefon olib keldim, misol uchun. $1000 ga sotib olsam o'sha telefonni sizni ochib tekshirib ko'rasiz, to'g'rimi? Tekshirmasdan olsangiz ichida buzilgan bo'lishi ham mumkin. Tasdiq kerak. Shtob ishlashiga. Bu joyda ham tasdiq kerak. Tasdiq har doim mana bunaqa holatda bo'ladi. Mana bu qanaqa sham bo'lishidan qat'iy nazar, misol uchun bu o'suvchi sham bo'lsa, mana bu tushuvchi sham. To'g'rimi? Mana bu tushuvchi sham. Bularni tasdiqlab berish kerak. Tasdig'i undan keyingi sham bundan yuqorida bo'lish kerak. Haqiqatan tepaga ketayotganini tasdiqlab berish kerak. Pastda bo'lsa, mana bu sham haqiqatan tasdiqlab berish kerak, shtobi bundan pastda ekanligini, pastga ketishini. Tushuntirib bera oldimmi? Mana shu holatda biz tasdiqlarni qidiramiz. Demak, bu yerda nima qidiramiz? Tasdiq qanaqa bo'lardi? Bundan tepada bo'ladi. Xuddi shunaqa. Bu narsalar asosan eng yuqori va eng pastki nuqtada uchraydi. Agar keyingi darsda tushuntirib beraman maksimum minimumda. Bu holatlarda bo'lsa, bozorda savdoga kirsak bo'ladi. Bozorda ehtiyot bo'ladigan holatimiz yangiliklar yangiliklar paytida shunaqa holat bo'ladi. Mana 1, 2, 3 mana shunaqa shamlar ko'payib ketadi. Bunaqa holatda nikak iloji bo'lsa savdo qilmay turinglar. Yoki time frame o'zgartiringlar, vaqtni o'zgartiringlar. Sababi vaqt o'zgarganda mana bittasi mana bunaqa bo'lib qoldi, ikkinchisi mana bunaqa bo'lib qoldi, uchinchisi mana bunaqa bo'lib qoldi, to'g'rimi? Ularni birlashtiradigan bo'lsangiz, mana bunaqa narsa shakl bo'lishi mumkin. Bu nimadan